bu videoni shahardan qishloqqa ko'chib boraman deganlar jo'natib qo'yasizlar. Qishloqqa ko'chib borib, uy qilib, mol-pol qilaman deganlar. Juda yaxshi variant. Bunachilar Xo'jaqo'rg'ondan 25 sotili uchastkamiz chopdi. Uchastkamiz pishirishdan qilingan ekan, hovlisi pishirish. Siysoq poyizlar qilingan. Mahallamizdan. Xo'jaqo'rg'onni bilmaganlar Uzundamoda to'g'risidan Obdida qishloqchalar Obdidadan o'tgandan keyin Xo'jaqo'rg'on qishlog'imiz chiqadi. 25 sotli ekan. Yaxshi og'aynimiz Hovur akamizni uchastkalari ekan. Iltimos qildilar shuni reklama qo'yib bering degan, mana keluvdik. Kimga qiziq bo'lsa, katta zal pishirish, mol qo'yib qilaman deganlar. Kimdir qidirib yurgandir shu lokatsiyadan. Ajoyib. Fonni katta joy sotuvgan. Narxini kelayotgan bo'lsa, 25 ming so'rayaptilar. Savdo qilib olsanglar bo'ladi. Egalarning o'zini nomerini tanlab ketamiz. Real nomerga aloqa berishib, pastdagi nomerga telefon qilaverasizlar.